Bugungi shiddatli rivojlanib borayotgan zamonda o'z g'oyalarini to'g'ri yetkazib berish, o'zi haqida ma'noli va ta'sirli so'zlarni ayta bilish juda ham muhim. Bu muvaffaqiyatga siz chiroyli nutq bilan tezroq erishasiz. Hech bo'lmasa atrofingizga nazar soling. Siz faoliyat olib borayotgan korxona yoki tashkilotda chiroyli nutq egasi bor. U o'z g'oyalarini, amalga oshirayotgan ishlarini chiroyli so'zlar bilan rahbariyatga yetkazadi. Shu bilan birga u karyera zinaboylaridan tezkorlik bilan ko'tarilib boriladi. Bilasizmi nega? Chunki u o'zi aytayotgan so'zlariga o'zi ishonadi. Atrofdagilarni ham ishontira oladi. O'z g'oyalari ortidan boshqalarni ham ergashtira oladi. Shuning uchun siz ham o'z ustingizda ishlashni boshlang. Internetda, YouTube'da, hech bo'lmasa Instagramda nutq bilan ishlaydigan mutaxassislar juda ham ko'p. Ularga murojaat qiling yoki bo'lmasa YouTube'da videolarni ochib bemalol o'zingiz ham foydalanib, mashqlarni uyda bajarishingiz mumkin.